turmush darajasini yaxshilash maqsadida ishlab chiqilgan dastur muhokamasi yuzasidan so'z Mirzacho'l tuman hokimi Mirzaqulov Botirjon Qazaqbayevichga beriladi. Rahmat. Hareketler başlandı. Hücretler tayinlanyapti. Bugün qurilish ishlari yana boshlanadi Xudo xolasa. Chegaradan yo'lovchilar uchun o'tishga chegaramiz tayyor. Fuqarolar bizni chegaradan o'tgandan keyin mana shu yerda qancha yana xizmat rivojlanadi. Tadbirkorlarga Agrobank imtiyozli kredit ajratib beryapti. Demak, juda chiroyli zamonaviy qilib 100 o'ringa 4 ta tadbirkorga beramiz. Agrostat tashkil qilindi, xabarlaring bor. Agrostat bu poliz mahsulotlari bo'yicha respublikada 5 ta tumanda bu yo'nalish bo'yicha tashkil qilingan Agrostat. Tadbirkorga 4 ta 5 ga 6 razmerda 4 ta xona qilib beramiz. Elektr energiyasini tushirib beramiz. Tayyor qilib shu ключini berganimizdan keyin 4 ta ayolni ish bilan ta'minlash kerak. Sharti shu. Yer uchun, bino uchun pul to'lamaydi. Bepul ijaraga beriladi. Lekin haligi maqsadi o'sha tadbirkor ayol bilan yana 4 ta ayol ish bilan band bo'lishga o'zimiz tomonidan yana bitta ikkita og'ir mahalla bu Yangidala hamda Mirzadala mahallalariga 300 kilovatdan quyosh batareyasi o'rnatib berilyapti. Demak, shu mahallani hisobiga quyosh batareyasini ishlab topgan puli mahallani hisobiga tushadi-da. O'tgan yilgi paxtani avgustgacha ishlaydi hali. O'tgan yil shu paytda to'xtab, ishchilarni tarqatib bergan edi. O'tgan yil tarqalib ketgan ishchilar bu yil ish bilan band bo'ladi. Asıl nimasi ham maqsadi ham mana shu buni xalq bilan maslahatlashsin, xalq vakillari bilan maslahatlashsin, faollar bilan maslahatlashsinda qani qayerga ko'proq manfaat beradi, qayerga ko'proq kerak, qayerga ko'proq zarur degan narsa. Bizni zavod fabrikalarida aytib o'tdi. Bir so'tik suv chiqmaydigan joy qolmayapti. 2000 gektar umuman hech qachon Mirzacho'l bo'lib ekilmagan joylarga suv kelib ekiladigan bo'lyapti. Xalq deputatlari tuman kengashining navbatdan tashqari 18-sessiyasini yopiq deb e'lon qilaman. Rahmat e'tiborlaringiz. Mana bugun Mirzacho'l tuman xalq deputatlari tuman kengashining navbatdan tashqari 18-sessiyasi bo'lib o'tdi. Sessiya kun tartibida bitta masala ko'rildi. Bu masala, ya'ni tumanni 2026-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi, aholi turmush darajasini yaxshilash masalalari ko'rib chiqildi. Albatta tumanimizda 2026-yilda iqtisodiy ijtimoiy rivojlantirish bo'yicha davlatimiz tomonidan ajratilgan mablag', ya'ni kun tartibidagi masala yuzasidan ma'ruzachi tomonidan, ya'ni tumanimiz hokimi tomonidan bu aytib o'tildiki, tumanimizga 60 milliard so'm mablag' ajratilyapti. Ana shu mablag'larni qaysi sohalarga yo'naltirilish to'g'risida yetarlicha tushunchalar berildi. Albatta bu mablag'larni har bir so'migacha, har bir miqdori tegishli, kerakli bo'lgan joylarga yetkazilib berish bo'yicha berilgan rejalar, qilingan rejalar to'g'risida taqdimot qilindi.
Biz taqdimotdan tushunib oldikki, 2026-yilda mana shu yilimizni e'lon qilinganligiga monand, ya'ni mahallani rivojlantirish, jamiyatni yuksaltirishga qaratilgan masalalar hammasi o'z aksini topgan. Albatta tumanimiz og'ir tumanlar darajasida ko'rsatilganligi munosabati bilan davlatimiz tomonidan juda katta har xil yo'nalishlarda mablag'lar ajratilyapti. Bu mablag'larni yetkazib berilishida biz, ya'ni tuman kengashi vakillari, deputatlarimiz tomonidan albatta ko'rsatmalar, qo'shimcha ko'rinishlar berilyapti. Ya'ni qayerlarga qilinish kerak, qanday masalalar. Albatta bular hammasi juda ham yetarlicha tushuntirib berildi. Kambag'allikni qisqartirish mana bu masalalari bo'yicha qilinadigan ishlar yoki sanoatni rivojlantirish, ish o'rinlarini yaratish, ularni joy-joyiga qo'yish masalalari bo'yicha ham yetarlicha tushunchalar berildi. Albatta biz mana shu ijro hokimiyati bilan birgalikda xalq vakillari yonma-yon turgan holda mana shularni nazoratini olib, har bir aytilgan, rejalashtirilgan ishlarni amalga oshirilishda yonma-yon turib birgalikda xizmat qilamiz. O'ylaymizki, bu yil yakuni bo'yicha Mirzacho'l tumani umuman boshqacha ko'rinishda aks etadi. Chunki mana shu taqdimotlarda ko'rib turibmizki, har bir aytilgan vazifa, har bir aytilgan natijalar bular hammasi aniq ko'rsatilgan. Shuning uchun biz qaysidir ma'noda aytganda tasavvurimizga keltirdik. Ya'ni yil oxirida tumanimiz qanday darajada bo'lishini tasavvur qildik. Albatta bu har bir sohada ajratilgan mablag'larning natijasida biz bilamizki, aholining turmush darajasi juda ham yaxshilanadi. Bu sog'liqni saqlash deymizmi, bu ta'lim deymizmi, bu ish bilan ta'minlanish deymizmi, umuman mana shu har bir yo'nalishda yuqori darajada ko'tarilish taqdimotda sezilib turdi.